10 quti shkarat olasan. Yana shuncha tort. Muzqaymoq ham olgin. Bechora bolalar qachon muzqaymoq yeganini eslamasa kerak. Keyin 100 kishiga mo'ljallab osh qilasan. Puldan qizg'anib, meni xijolat qilib qo'yishmagan. Tushundingmi? Keyin muxbirlarga ham aytib qo'y. Ikkita kamerasi bilan kelib tursin. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Xo'p. Assalomu alaykum. Qo'shni yaxshimisiz? Ha, bemalol bo'lay, ko'chada turib qolibsiz. Qatta bemalol bo'ladi. Ertindin hayit. Ha. Muruvvat uyiga ehson qilishim kerak. Yaxshi. Kimdir qilish kerak buni ham. To'g'ri. Yaxshi ishni rejalashtiribsiz, lekin Muruvvat uydagilarga davlatimiz o'zlari juda yaxshi qarashyapti. Undan ko'ra bir devor qo'shningiz qiynalib turibdi. Shularga ozgina yordam qiling, holidan xabar olib turing. Savob ish qilish uchun uzoqlarga borish shart emas. Yana o'zingiz bilasiz. Salomat bo'ling. Allo. Rejamiz o'zgardi. Mahalladan boshlaymiz ehsonni.